Endi bolalarimizni qachongacha miyasini zaharlaymiz. Biz sizlarga shunaqangi zo'r lokatsiyada shunaqangi kitoblarni topib qo'ydik. Endi bu yerda qirg'iz tili, Eljomoqto'ri 203 tilda, rus tili, qirg'iz tili, ingliz tili. Endi bu yerda siz istagan kitobingizni topsangiz bo'ladi. Sizga to'liq lokatsiyalarini tanishtiramiz. Biz lokatsiyalarimiz sizlar bilgan eski mostdan o'tgandan keyin hamma bilgan bu yerda Qiyalni oldidan o'tganda endi sizlarga lokatsiyani aytib o'tamiz va bu yerga kirib turib ichkarida nimalar borligini birgalikda obzorni qilamiz. Ketdik. Endi bu yerga kirganimizda bizni ko'zimizga главный birinchi tushadigan bu doskalar o'qilyapti. Bu doskalar oldin 10 ming sotilgan, hozir Xitoydan pramo kelgan hisobiga aksiya bahosida 5,5 ming so'mdan qilib qo'yishibdi. Bu tomonda sizlarni bolalaringlarga raskraska ancha-munchaligi jinnig'ini o'yinchoqda bergandan ko'ra shunaqangi raskraskalar bilan yaxshi rangli qalamlarni bersangiz bolangizni ongi va miyasi rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Hozir bu yerda bizda начальный klassdan boshlanib 11-klassgacha bo'lgan bolalarda hamma kitob turi bor. Istagan odam kelaveradi. Hozir bu geografiya 6-sinf geografiya kitobi bu necha yildan beri chiqmay qoldi. Bu mana hozir yaqindan beri chiqdi. Kim bilsa kommentariyada o'zini fikrini yozasiz. Bu yerda shunaqangi zo'r o'zimizni Qirg'izistonning bayroqlari ko'pchilik aka-ukalarimiz hozir yangi ofis ochayotgan akalarimizga tavsiya qilamiz. Ofisingizni o'ta bogatiy qilib beradigan narsamiz o'zimizni bu bayrog'imiz bo'lib hisoblanadi. Bu yerda nomer 1 Qirg'iziston. Bu xolasa sizlarga yana boshqa narsani ko'rsatamiz. Bu paytda yoshlar, yoki yosh katta aka, uka, opa singillarga mashina minayotganlarga ko'proq Pravila дорожного движения degan kitobimiz. Bu ikkita kitob hozirgi paytda ko'pchilik kerak va istab yurganlar ko'p. To'g'ri shu yerga kelaverasiz. Va bu yerda hozirgi akalarimiz, biznesmen akalarimiz Xitoyga borib olib turib, buni tilini qayerdan bildimikin, pulini qanday bildimikin? Yo'q, to'g'ri keling mana. O'zbek tili, Xitoycha, o'zbek tili, qirg'izcha, qirg'iz tili, xitoycha, qirg'iz tili, inglizcha. Siz istagan kitobingizni shu yerdan topasiz. To'g'ri kelaverasiz. Ishxonadagi ishchilaringizni taqdirlashni bilmayapsizmi? Mana sizga biz yechim topib qo'ydik. Buni shunga o'xshagan ramkalar ichiga chiroqli familiya otlarini yozib, chiroqli qilib bersangiz bo'ladi. Sertifikat, tak sertifikat mana. Bunga o'xshatib turib, chiroq sertifikat qilib bersangiz bo'ladi. Maktabda o'qiganingizda sizda ham bo'lganmi bu holat? Jurnalga qarab olib, meni bahoyimni nechchi qo'ydikini turib, kelib o'zimiz izmineniya qilamizmi deb kommentariyaga bildirib ketasiz fikringizni. Jurnalni ko'pchilik yo'q qilardi-ku. Bundan tashqari shunaqa sertifikatlar va shaxmat, shashka siz istagan bu yerda topmagan narsangizni shu yerdan topasiz. Bu yerda va shunaqangi qarmoqlar, baliqni yemi deysizmi, qushni yemi deysizmi, baliq, qush istagan narsangizni shu yerdan topasiz. Kartinkani turi va shunaqangi kачество, chiroqliligini qarang bo'ladi. Sovg'aga olaman desangiz, bo'lgan kunga yoki boshqa narsalarga kartinkalarni olib borsangiz, o'ta ham zo'r bo'ladi. Va bu yerda Alloh subhanahu va taoloning 99 sifati. Va bu yerda istagan narsangizni topsangiz bo'ladi. Padarka yedeysizmi, o'zingiz uchunmi, bolalar uchunmi, bu yerda hamma narsani topsangiz bo'ladi. Va padarkaga yaqin akangiz yo ukangiz yo oshna og'ayingiz shunaqangi ofis ochgan bo'lsa, ofisga shunaqangi zo'r padarishli narsalar. Hozir Aronimizda Snosga boylanishlik ko'p yerlar o'zgarib ketgan. Bu akamiz, bu do'konni ochgan akamiz deb ko'pchilik taniydi. Aron akamizning do'koni hozirgi paytda shu yerga ko'chdi. Endi bu yerda sizlarni birgalikda kutamiz.